Bugün 29 aprel Urganch Dekkan bozor dollar kursi bilan Infinbank'ni siri aytib o'tamiz. Hozir bugunda yine Infinbank 300 ming tutdi, ko'ringlar. 1 million 199 ekan, 1 million 208 sotish ekan. Bu ko'tarildi 150 ga don chiqibdi. Xullas bozorga boramiz, bozordagi holatlarni o'rganamiz. Shundan do'stlar, homiylar videosini qo'yib beraman. Jetour avtosalonga boraversa, yine markalarning zo'rlariga ham arzonlar mashinalar. Shuni videosini tomosha qilib turinglar. Keyin sizlarga ma'lumotlarni yetiraman bozordagi holatlarni o'rganib. Voy bu, ina. Tuman ketasan, yomonsa tog'li hududlarga ketasan, isittiraverasan. Bu qaysisi bu? Bu Jetour bir toza kirgan uchun. 2 turbinali varianti. Necha litr? 8 xil rejimi bor. EcoSport normal, keyin dosh, suv, qor, keyin loylalarda yuradi. Rasxoti sharni ichida 8 litr bo'ladi. 4 balondan tortaman bunda? 4 balondan tortadi. Gemida o'tirgan gitarasi ekan bundan. Chigin ekan bu, haqiqatan ham. Oyoqning sozonda qara. Yeddanamlar bemalol yani oilaviy safarlara chiqqan vaqtda, aylanishmalara chiqqanda, to'y tomoshabinlarga zo'r var. 253 million edi. Hozirgi kunda Jetour Xorazmda 238 million chiqdi. Oho. Xohlagan mashinani keltirib 36 oygacha rasxotchiga xarid etsa bo'ladi. Albatta bu boshlang'ich to'lov bilan bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga qarab muddati belgilanadi. Ana endi bozorga keladigan bo'lsak, bozorning ahvoli og'ir. Bozor 100 dollardan 1 million 195 dan 1 million 199 ming so'mdan olib turibdi bank bilan bir xalat. Nechun desizlar, dollar pasayib turibdi. Yana ham tushadi. Agar mabodo yana ham tushsa Telegram kanalimizda, xudo xolasa ko'rib borasiz, Telegram kanalimizning kommentariyada silkasini qoldiraman. Rubl 150 dan 156 ming so'mdan o'tiribdi. Tenge 25 ming so'm, 1000 tenge, 100 euro 1 million 370, 1 million 400, Türk bulamşı 1000 liramızı 250 ming so'mdan olib o'tdilar pataloka. Bugungi yangiliklarimiz shuningdek. Sog' bo'linglar, bizga izlashni davom qilinglar.